Karcherdan SC4 EasyFix Iron dazmolli modelini obzor qilamiz. Ichidan shunaqa dazmollari chiqadi. Ham parachisi qilib ishlatasizlar. Shunaqa nasabkalari bor. Hozir buni raspakovka qilamiz. Yangi uyga ko'chganimizdan keyin menga dazmol kerak edi. Hali dazmol olmagan edik. O'shaning uchun ham parachisi qilib ishlataman, ham dazmolni ishlataman deb mash modelni ochib ishlatib ko'rishga qaror qildim. Sizlarga ham qiziq bo'lsa kerak deb raspakovkalarning videolarini oldim. Mana shunaqa ichidan dazmoli chiqdi, korobkaning ichida. Chiroyli qora rangda ekan. Dazmol oddiy dazmol emas, parnoy dazmol. Xohlasanglar mana dazmolni stolda ishlatsanglar ham bo'ladi. Xohlasanglar pardalarni ham vertikalniy holatda dazmol qilsanglar bo'ladi kiyimlarni. Mana shunaqa ichidan nasatkalari chiqdi, rosa zo'r, narxiga arzir ekan. Mana oyna artadigani, bu pol artadigan nasatkasi. Bunga mana shunaqa lattalarni qotirib qo'yasizlar. O'zi lipochkali bo'ladi. Ichiga suv quyib, endi ishlatib ko'ramiz. Mana parini ko'rsanglar bo'ladi chiqishini. Mana shunaqa displey joy bor edi, shotlarni artib oldim. Pollarni ham artib ko'rdim. Вообще zo'r rezultat, menga rosa yoqdi. Bu modelni olganlar butun uyimni hammayoni burka qildi, ishlab qolmadi. Bir hafta burka qildim o'zi ham deb yozishdi ko'pchilik otsovga. Sotuvga qo'yganimdan keyin olganlar. Endi men ham shuni o'zim ishlatib, sizlarga rezultatini aytish xohladim. Rezultatga gap yo'q. Pollarni ham rosa toza qilib berdi, yaltiratib. Tarketlagan bemalol ishlatsanglar bo'ladi. Men uyimni mana oynalarni ham yuvib qo'ydim, oyna yuvadiganida. Shunaqa nasatkasida ham bunaqa nasatka olgan edim. Qo'shimcha bu alohida o'zim sotib olgan edim. Mana ishlatib ko'ryapman. Вообще zo'r oynalarni bitta ham o'zinikidan dog' qoldirmadi. Mabodo qo'shimchasiga shunaqa olib ishlatsanglar ham bo'ladi. Endi dazmolni ishlatib ko'ramiz. Mana futbolka rosa g'ijimaydi. Xo'jayinimniki dazmol qilib ko'rdim. Вообще zo'r tekis qildi. 2-3 marta qilishinglar shart emas ekan. Bitta qilganinglarning o'zida dazmol tekis qilar ekan. Modeli ham parachisi ham dazmol qilib ishlatasizlar. 99% bakteriyalarni o'ldiradi. Narxi bo'lsa direct yozinglar.